qor bosgan tomlar, muzlagan tun. 7-qavat pastda hayot bir zum. Bir bola osilib turar taqdir bilan, bir soniya kechiksa ajralar jon tanida. Sukut cho'kkan edi, muzlagan edi havo, hech kim yaqin kelmas, dahshatli balo. Shunda bir yurak urdi tez boshqalardan, Xayrullohga yugurdi, jim qaramasdan. Bizni musofir deb past ko'rganlar bor, go'yo yuragimiz sovuq, ichimiz tor. Lekin o'sha kun haqiqat ochildi. Musofir yuragi qanday urishi bilindi. Xayrullohga ko'rsatdi bizni kimligimiz, musofir degan so'zning asl qadrini. Biz quramiz, ko'taramiz, himoya qilamiz. Biz bor joyda baraka bor, shuni bilamiz. O'sha jasorat bizning sha'nimiz, o'sha lahza bizning faxrimiz. Musofir degan nom endi boshqalarda jaranglar. Unda mardlik, unda nomus, unda or yashar. Bir qahramonni insoniyat faxriyla, onalar duo qilar ko'zlarda yosh bilan. Biz begona emasmiz, buni bilsinlar, bizni yuraklar ham bu yerda urar. Endi Xayrullo aka, bu ism oddiy emas. Bu musofir sha'nining tirik nafasi. Qor ustida qolgan izlar o'chib ketsa ham, sizning jasoratingiz tarixda o'chmas hech ham. Biz musofirmiz, lekin egilmaymiz. Qo'rquv oldida hech qachon sinmaymiz. Chunki bizning ichimizda bitta haqiqat bor. Musofir yuragi eng baland minor.